Ma öyde, ben bir desem bir, iki desem iki yağla koydum ha. Ben gelkan çakıcı beşini pes kıp tur gözünün içi karab duruyor ama. Ben sana da koyayım. Ma'qul. Atigen kopur naşlık belki köp bir kötü olsan benim bir naşlılığım kötül taşıyatıdı o. Seni kötül dışında koysak da kızım çıkıp verme atigene. Peşte ağabeyimden oturan sorun var. Eli birden uçuruyorlar. Mınnem ağırtmacım o. Keşke baldırak qaytib kelamsa. Diyarcan var bizimki diyarcan keşte. Ama şayet otasam şayet telefon kılıyor, xotun hareketi bilqab yürümüsün. Da xotun yok da parma evge. Tala yüzüm tük yürümecim ha, uyuqan uxla. Ma'qul, Dadır efendim. Ha, aqsani qilgan qo'shqandan de. Çıra, acaba peyzildi. Ajab etib oldingiz a buni. Acaba peyzildi gene bu et olsa. Mana. Mehmon jo'natishim. Çıra. Miskin. Mana. Keslim tutdimi? Peyzildi ya. Bak, toshdi sirtga chiqib to'qanda. Hay ma'qul. Asling qayt. Bunu katma. Mana. Oy. Mana. Mana. Yaxshi. Oya kirib, laboratoriya mashg'ulotlaridan chiqaylik-chi. Hadi siz de dükkan görüyorsunuz, kirmeye de böyle mi 10-15 dükkan kirip aylap tutsun 4-5 bin için yapıldınız kutun. Buna ne aylap kirket etmemiz mi? Kirmam, chiqib jurman. Nimbaviyada. Ha, nima demakchi? Nimbaviyada deysiz-ku. Hey, mutalibchaning laboratoriya mashg'ulotlari onim payda qildi, ma'lum payda qildi. Hey, bir batman tashviqotni qilib ketgan-ku. Ha? Men olsam bobomda uni, maqsadmam deya uni. Bugun apamsan. Og'dim olgan bugun. Hey, beshib qo'yib mushabda kech so'qib. Boldi, apray. Kech bordim mushabda. Ma'qul. O ma'qul. Qo'rqdim. Oldim lazım emas senga. Ha? Muza xizmatdan qolmasang. Meni. Apray. Shu beshig'ini bilmam. Apray. Hey, nima degan jiq mashg'ulotlar bor? Mutalibchaning laboratoriya yurish mashg'ulotlari olgan yaxshi, manda yaxshi deb bir batman tashviqotini qilgan. Bir batman faoliyatlarni qilgan. Men kelgan to'xta qilamdan faoliyat, ha? Men kelgan to'xta tuganda seni. Otursuzmu? Voy, olib bize yaxshimi deyishma? Yaxshimi? Men xotin bir azam pul qarab bir. Hey, adam puluk deysan ho, ha? Nimaga bosasa pulani? Amnini mapara, amnini qamatini. Bir tavsiya qilgan usul bu. Qaramaya sapravi katta qarang. Nima bo'tsiz deb turasizmi? Ha, Olimjon yaxshimi? Yaxshi. Menimcha qarang hozir uyqum yaxshi emas. Chechimishab oqirib tushib bordi qarang. Ya bir mening tari yo'q, ya ko'ngil bo'lmagan menga. Baba. Hozirgi mush kayfiyatingizga, hozirgi yuqori siz deb o'tgan ahvolga qarab bizningki yaxshi bir mahsulotimiz bor. Faoliyatmi bojimi? Joyda. Ciddi sen? Gapimchi menga. Ha, mana Dadur xonim, sizningki hozirgi ahvolingizga yuqori siz men deb o'tgan ahvolga qarab bizningki mush mahsulotimiz tamoman bo'ldi. Endi buningki asos alaylik bo'lsam shu xonim qizlardagi kayfiyatni yaxshilash, bozor, ha, charch tushishni oldini olish, uyquni yaxshilashda yaxshi bir rol bor. Albatta hozir shunda yaxshi bo'lgan bahojat, e'tibor jihatlardan bo'lsin va yoki sovg'atlik jihati bo'lsin, shunda yaxshi bo'lgan bir ishlar bo'layotdi. Hozir endi shuningdek sitvaganlarga mani sovg'at qilgan mushtaqil ahvolimiz bor. Bu endi tuxumda yashartish xonim qizlarniki bek yaxshi. Necha pul kesish shuncha alaychilar. Necha qap olsam, necha qap so'qilsangiz. Navod mushtoqdan 9 qap situatsiyangiz. Mana mushtoqdan 3 qapni sovg'at qilamiz. Joyda. Buni tayoqqa bilib ketdi bu. Ko'ngildan to'qishdan qilmayman. Ma'qul. Ana o'zi tazminni apasi urtuqqa alag'in bolalar birodarlar xonimlar apasi. Bizniki Xo'pan Dorchoning uduldiki jo'meydan kelgan kasa va yoqimsa tuvandiki 180 991 88 548. Bo'ldi ekan. Mana mutalibchaning filmlarini hammasini to'liq ko'rman. Shu o'zining maqsadlarini hammasini analiz qilib, bularning ichidagi formlar bo'lamdi, ichidagi quvvat hikmatlar bo'lamdi, ayollarniki qara ichida tashlab paydo qilgan narsani, shu dehqon tushangida qilib shunda payzi o'zingizlarda tajribaxon ishxonalar bor ekan, To'g'ri. maqsadlarni o'zi tajriba qilib, bozor sapmish, laboratoriya yurish maqsadlarini sapdi. Ammo hurmatim cho'nqurcha pay samimiy bola qilib chiroyli qarasam-chi, bir xillik o'zining qilayotgan kasbi egilgan, 100%lik yaxshi bir bola. To'g'ri, endi mush faoliyatimizniki vaqtim cheklik, sonim cheklik, vaqtim mush 25-islar kechdi, tushidi. Albatta mushu dukunimizdagi barliq mahsulotdan zaytun meydini tortib toki mush beliq maylarimiz antanlag'cha hamisidan bahada e'tibor qilgandan sirt yana sovg'atliqlarimizni qo'shib beryapmiz. Tashda qatachayingizda do'stingiz da qo'ying. Mayna katib faoliyat qildi. Onasi mana bir o'rab salla. Bo'lmadi. Yani sovg'atlaringizni olib ketay. Ma'qul.